Hurmatli Prezidentimizning Fransiya davlatiga tashriflari davomida davlat rahbarlari o'rtasida ko'p qirrali O'zbekiston-Fransiya munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Bunda o'tgan yilda tovar ayirboshlash hajmi ilk bor 1 milliard yevrodan oshganligi, qo'shma korxonalar soni 4 barobarga ko'payib, mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi ham ortganligi ta'kidlandi. Parij shahrida bo'lib o'tgan muzokaralar yakunida O'zbekiston-Fransiya strategik sheriklik o'rnatish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyasi qabul qilindi. Davlat tashrifi davomida bir qator xalqaro tashkilotlar doirasida hamkorlik to'g'risidagi deklaratsiyalar va bitimlar imzolandi. Uchrashuvning asosiy natijasi sifatida O'zbekiston-Fransiya munosabatlarini strategik sheriklik darajasiga ko'tarish haqidagi tarixiy qarorning qabul qilinganligi bo'ldi. Shu bilan birga O'zbekiston hududlarida suv xo'jaligi infratuzilmasini modernizatsiya qilishda, hamkorlikni rivojlantirishda katta salohiyatga ega ekanligi, ushbu mamlakat investitsiyalarni yurtimizga faol jalb etish orqali bugungi kunda eng ilg'or texnologiyalarni qo'llash orqali Fransiyaning yirik korxonalari to'plagan katta tajribalarni, bilimlarni O'zbekistonda ham qo'llash biz uchun katta manfaatlar keltiradi. Ayniqsa, mineral resurslarining istiqbolli konlarini o'zlashtirishda, ularni chuqur qayta ishlash orqali kimyo sanoatini rivojlantirish, qishloq xo'jaligida zamonaviy ishlab chiqarishlarni tashkil etishda O'zbekiston-Fransiya ishbilarmonlik hamkorligini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlarining ekanligi ta'kidlandi. Hududlararo aloqalarni rivojlantirish maqsadida kelgusi yilda Samarqand shahrida ikki mamlakat hududlarining birinchi forumini o'tkazishga ham kelishib olindi. Hurmatli Prezidentimizni ikki mamlakat hamkorligini rivojlantirishga, xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlik va o'zaro anglashuvni mustahkamlashga qo'shgan ulkan hissasi uchun Fransiyaning oliy mukofoti Faxriy Legion ordeni bilan taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Muzokaralar yakunida davlat rahbarlari ikki mamlakat o'rtasida strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi tarixiy qarorga keldilar. O'ylaymanki, bo'lib o'tgan muzokaralar tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar strategik sheriklik darajasida ko'tarilishda hamda xalqlarimiz farovonligi yo'lidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga qat'iy intilishlarini bildiradi.